Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bizda hozirda 456 ta obunachilar bor va ular Kalmar o'yini challenge-ida qatnashmoqchi. Bizda hattoki skakalka ham bor. Agar men bu o'yinda g'olib bo'lmasam, boshqa hech kim g'olib bo'lmaydi. Bu haqida hali hech kim bilmaydi, lekin yutgan odam 1000 dollarni qo'lga kiritadi. Birinchi o'yinning nomi yashil chiroq va qizil chiroq. Siz o'yinni qiyinlashtirmasligingiz kerak. Men o'zi uyimni yig'ishtirmoqchi edim. Hoy, mana bular yashirinmoqchimi, nima balo? Jinorson, men kimnidir orqasidan otdimmi? Jinorson, bu yana nimasi bo'ldi? Qizil chiroq. Sizlar juda ham sekin harakat qilyapsizlar. Sen qayerga? Bunisi oshib tushdi. Jinorson, men bunday qilmoqchi emas edim. Menimcha hozir kimdir raqsga tushmoqchimi, nima balo? Qani yo'ldan qochinglarchi. Tushunmadim, uni hech kim ko'rmadimi? Jinorson, men o'ziraman deb chiqib qo'ydim. Hoy, o'yindan chalg'imaslik kerak. Bo'ldi, qizil chiroqni o'chiraman. Hoy, men hali yashil chiroq deganim yo'q. Yo tavba, bu yana nima balo bo'ldi? Sening gapingdan men qo'rqdimmi, nima balo? Qani bila qolinglar, yashil chiroq. Bo'ldi, qizil chiroq yondi. Nima balo, eshitmadingmi? Hoy, senga gapiryapman. Tushunmadim, bunday vaziyatda nima qilish kerak o'zi? Shoshilmanglar. Biz bu ishtirokchini xotirlab turamiz. Menimcha bu qilgan xatoni biz qaytarmasligimiz kerak. Mana bu xato qaytarilmasligi uchun. Xo'sh, qimirlash niyatingiz bormi? Qani bila qolinglar, qimirla. Men afsusdaman. Hoy, men hali qimirlashga ruxsat bermadim. Qani bila qolinglar, yashil chiroq yondi, yashil chiroq. Bo'ldi, qizil chiroq yondi. Men hali qimirlashga ulgurmadim. Bila qolinglar, yashil chiroq. Ortimdan qaragancha chiqqanim bilinadimi? Tushunmadim, bu qayerdan kelib qoldi bu yerga? Jinorson, Grox qimirlamagan uy ichini o'tib o'ldirdi. O'zim ham hayronman, qayerdan tushib qoldi? Hoy, menga qara, mayli, men hozir bir nima o'ylab topaman. Hoy, men boshqa narsa qurmoqchi edim. Qani F-bo bila qol, bu seni qo'lingdan keladi. Tushunadi. Qolganlar ham o'tishyapti-mi? Hoy, men hammangizga ruxsat bermadim hali. Men hali ruxsat bermadim deyapman. Hoy, qizil chiroq qayerda edi? Qizil chiroq. Zo'rg'a salfetka topdim. Bular hali ham shu yerda turishibdimi? Yashil chiroq yonganiga ancha bo'lgan. Qani bila qolinglar, yugur, bila qolinglar. Menimcha uddasidan chiqolmasa kerak. Yo'q, tavba, bu anchagina qiziqarli bo'ldi, lekin keyingi o'yin bundan ham qiziqarliroq bo'ladi. Bu yerda sakrash kerak. Bu o'tmoqchimi? Faqat oldinga harakat qil. Yo'q. Agar tushib ketsang o'ldim deya ber. Pastga tushib ketganlar albatta o'ladi. Hoy, la'natli. Jinorson, u vulqonga tushib ketdimi? Bu anchagina qiyinroq bo'ladi. Nega hamma bu yerga chiqib qoldi? Bu yerga Dream va uning do'sti Karim yetmayapti. Men o'tib oldim. Yo'q, qoyil. Axir men bu o'yinda qatnashgan edim. Sen bunday sakrashni kimdan, Dreamdan o'rgandingmi? Jinorson, men yiqilib tushdim. Agar yana bir marta o'tsang, men seni sovriningga sovrin qo'shiraman. Jinorson, bo'lishi mumkin emas. Nima, hozir men loqqa o'xshayapmanmi? Sivitni yiqilib tushishini hech kim o'ylab ko'rmagan ekan. Meni olov tepaga chiqarib qo'ydi. Qani bera qolinglar, tezlashimiz kerak. Men buni uddalashim kerak. Yo tavba, men buni uddaladim. Meni kallamga bir g'oya keldi. Qani DJ bo'laman. Men bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Bu yerdan men o'tmaymanmi, demak hech kim o'tmaydi. Jinorson, men buni uddala bilmayapman. Va nihoyat men plastikimni almashtirdim. Qani bila qol, bo'lmasam hozir ko'prik qulab tushishi mumkin. Qani bila qolinglar, hademay ko'prik qulab tushadi. Qani bila qolinglar do'stlar, tezroq qimirlashimiz kerak. Qani bila qolinglar, 3 soniya vaqtingiz qoldi. Qani DJ bila qol, seni deb orqalarga qolib yuribmiz. La'nati, DJ o'lib ketdi-ku. Agar kimdir vulqonga tushib ketsa, DJ o'rniga qaytishi mumkin. Kim ham o'z joyini bo'shitib beradi. La'nati. Men seniki qilib o'lasan deb o'ylagandim. Bo'ldi, DJ qaytdi. Mana endi navbat keyingi o'yinga. Bu o'yinning nomi figuralik pechenyelar. Sizlar bir figurani tanlab, uni oldiga turishingiz kerak. DJ, biz sen bilan ajoyib guruh bo'lishimiz mumkin. Men o'rgimchak odam bilan bir bo'laman. Men hozir mana shunday chiqgan edim. Xo'sh, qani qizillar bo'la qolinglar. Ularning yo'li juda ham oson ekan. Men aytmaganman, men hozirgina shunday chiqgan edim. Bu juda ham oson. Kimdir bir blok uzoqlikka sakrab bilmadimi? Xo'sh, qaysi guruh qarorni qabul qildi? Do'stlar, menimcha biz yashilni tanlasak kerak. Seni ishonching komilmi? Ko'rdingizmi, menga obuna bo'lmaganlarning ahvoli nima bo'lishini? Men o'ylashim bo'yicha pushti rangni tanlamaslik kerak. Bu yerda yozilishicha hamma chichgan bo'qini tozalasin. Onalaringni. Menimcha pushti rangni tanlaganimiz ma'qul. Men bilmasdan yashilni bosib yubordim. Bo'pti, qani yashillar olg'a. Do'stlar, shoshilmaslik kerak. O'rgimchak odamni yiqilganini birinchi marta ko'rishim. Agar neo sakrash uslubini qo'llamoqchi bo'lsang, marhamat, qizil platformaga o'tishing mumkin. Qani? Yo'q, xudoyim. Menimcha men uddasidan chiqa olmasam kerak. Jinorson, men qo'rqyapman. Axir bu oson-ku. Hay. Jinorson.
O'chira o'zingni pandaringga la'nat seni. Senga qarab men terlab ketdim. Yo xudoyim, biz nima qilishimiz kerak edi o'zi? Axir bu yerdan 6 yoshlik bola ham o'tib biladi-ku. Qani Davronjon bila qol, bularga ko'rsatib qo'y. Mening ismim Davron emas, Dilmurod. Qani bila qol, o'yin qilma. Qani men ham bir urinib ko'raychi. Qani Nayzangul, endi seni galing. Jin ursin, men qo'rqyapman. Junurson uxlab qoldimi nima balo? Sakragan vaqtingiz probelni bosishni unutmang. Qani bila qol, yana qancha kutishimiz kerak seni, bila qol. Opa, mana endi navbat sariqlarga keldi. Iye, bularning harakati biznikidan ham oson ekan-ku. Bizning yashil chizig'imiz hammanikidan rasvo edi. Nima, bu yerdan o'tishing uchun 10 daqiqa vaqt kerakmi? Oba, wow. Qani 1-2 o'yin sakra, oba. Qani DJ, sen buni uddalaysan, o'lgan buvingning arvohi qo'llasin. Ya tushunmadim, bu yerda qanday qo'shiq bo'ldi? Agar sen Oy DJ, sen o'yinda qolishing mumkin. Keyingi o'yin sen bob bo'ladi. Eng qiyin sizlarniki, ya'ni pushtirang. Mana bu richaklar orqali bu yo'llarni qiyinlashtirishingiz mumkin. Men bularni o'zim bir joyga ravona qilaman. Agar xohlasangiz bir sakrashning o'zida ikkita nayvo sakrashni amalga oshirsangiz bo'ladi. Hoy, faqat g'irrom o'ynamanglar. Do'stlar, faqat oshirib yubormanglar. Mayli, qo'yinglar, bu o'tib ketaversin. O, bunday mehribonlikni sizlardan kutmagan edim. Do'stlar, mana bu yerda bitta yetimak qolib ketgan. Buni nima qilamiz? Do'stlar, sizlar to'xtab qolmasligingiz kerak. Qara bo'la qol. Men o'tib oldim. Nima balo, bizning ko'zimiz ko'rmayaptimi? Men o'tib oldim. Keyingi o'yin undan ham qiziqroq bo'ladi. Bu o'yinning nomi shishali ko'prik deb nomlanadi. Jinosor qaysi biri meni chiqqan o'qimga o'xshar ekan? Kimdir buni og'ziga chichadimi yoki yo'qmi? Bu kravat har birimizga alohida berilgan. Hoy, bu meniki edi, nima qilib berdi? Do'stlar, sizlar baringiz tuzoqdasizlar. Obo. La'nati. Men mana bu plitani bosishim bilan ular sizlardan biringizni tanlab oladi. Hozir ko'ramiz, qay biringiz birinchi o'tarkansizlar. Xo'sh, siz tayyormisiz? Hali tayyor emas edim. Menga farqi yo'q, qara bo'la qol. Quloq sol, men bu qoidalarni o'ylab topmaganman. Men shunchaki ularni yaratganman. Grox, balkim unga vaqt berarsan. Men o'ylashim bo'yicha uning yutish imkoniyati 0.0000065% ga teng. Xo'sh, senga tanlash imkoniyati bor, qani bo'la qol. La'nat yey. U hattoki ko'prik ustiga ham sakramadi. La'nati, sal qoldi menga tushishga. Ana bo'la qol oshna. Obbo. Menga tushadimi deb o'ylabman. La'nat yey, to'g'ri tanlov qilmadi. Yo, xudoyim. U chap tomonga sakradi, men esa o'ng tomonga. Jinorson sherigini itarib yubordimi? La'nat yey. Mana endi hammangiz ozod bo'ldingiz. Do'stlar, menimcha biz 18 daqiqadan so'ng o'lsak kerak. Men guruhim uchun ulardan birini tanlab o'tayveraman. Albatta, men buni uddasidan chiqaman. Bunisi kim? Sen to'g'ri tanlov qilyapsan. Jinorson aqlga sig'maydi. Xo'sh, keyingi kimni navbati edi? La'nat yey, qaysi biri tushib ketdi o'zi? U platforma tanlashda adashdi. Shu o'yindan o'tganingizdan so'ng sizlarni surpriz kutyapti. Agar sizlar to'g'ri tanlov qilsangiz, men sizlarni teleportatsiya qilaman. Menimcha mana bu to'g'ri tanlov bo'lsa kerak. Sen adashmagan ekansan. Men sizlarga aytaman, sizlar esa sakraysizlar. Menimcha o'ng tomonga sakrashimiz kerak. Yo, obbo. Haligi men ham adashib turaman. Qarshingizdagi 5 ta platformadan faqatgina bittasi ishlaydi. Yoki bo'lmasam qiyin parkur yo'lagini tanlashingiz mumkin. Sizlarda atigi 30 soniya vaqtingiz qoldi. Opa, u buni uddaladi. Sizlar o'zingizga savol bering, bu parkurda o'tib bilasizlarmi? Menimcha biz bekorga vaqtimizni yo'qotyapmiz. Jinorson, u hali sakrab ulgurmadi. Bo'lmasam biz barchamiz o'lib ketamiz. Buyuqlar hukmdori, menga to'g'ri yo'l ko'rsating. 15 soniya vaqtingiz qoldi. Mana bu sizlarga topishmoq. Men hammasini rasvo qildim-ku. Men buyuqlar hukmdoridan so'radim, u to'g'ri yo'l ko'rsatdi. La'nat yey, 1 soniya vaqtingiz qoldi. Qani bo'la qolinglar. La'natlar yey. Xo'sh, mana endi men aytgan surprizga ham yetib keldik. Uning nomi ruslar o'yini deb nomlanadi. Xullas, siz mana bu pistolet oldiga turishingiz kerak. Yoki o'q chiqadi, yoki po'q chiqadi. Agar siz tirik qolsangiz, 5 ta o'yinchini hayotga qaytarishingiz mumkin. Agar o'lsangiz, siz hech qachon hayotga qaytmaysiz. Jinosor, men uni hech qachon tiriltirmayman. Agar barchangiz tayyor bo'lsangiz, biz o'yinni boshlaymiz. Sizning tirilishini xohlaydigan do'stingiz bormi? Tushunmadim, sen ham o'yinga qatnashmoqchimisan? Demak, mana bu kitobga 5 ta do'stingning ismini yozishing mumkin. Qani ko'ramiz, o'ylasammi yoki yo'qmi? U tirik qoldi. U haqiqatan ham bizni dunyoga qaytararmikin? La'nati, u hech nima yozmagan ekan. Demak, u la'nat ekan. Xo'sh, youtuberlar. Qo'yil. Oho! Men kameraga qarab gapirmoqchiman. Agar meni kanalimga obuna bo'lsangiz, yana 5 kishi uyg'onishi mumkin.
Oxirgisi zo'r tugadi. Mana endi navbat arqon tortishga. Buning uchun juda ham katta kuch kerak. Sizlar qizil yoki ko'k platformani tanlashingiz kerak. Oy, Imbo, sen men bilanmisan? Men Nayzagulni tanlayman. Oy, sen kuchuk bachcha, bizni guruhda nima qilyapsan? Yo'qol bu yerdan. Qani bo'la qolinglar, o'yin boshlandi. Sizlar narigi tomondagi barcha aholini birma-bir qirishingiz kerak. Boshlandi. Qani ko'klar bo'la qolinglar. Qara, bo'sh kelmanglar, bo'la qolinglar. O, biz g'olib bo'lyapmiz. Qani kuchuk bachchalar bo'sh kelmanglar. Bular arqon tortguncha sizlar Anilan dublaj o'ziga obuna bo'ling. Qara, bo'sh kelmanglar. O, biz g'olib bo'lyapmiz. Menda bir g'oya bor. O'zi men sizlarning guruhingizda bo'lmasligim kerak edi. Ko'p gapirmasdan arqonni tort. Yo, tavba. Meni futbolkamni kiygan o'liklar ham chiroyli ko'rinadi. Sizlar meni kanalimga, ya'ni Anilan dublaj o'z kanaliga kirib obuna bo'linglar. Qara, bo'la qolinglar, bo'sh kelmanglar. Ulardan bor yo'g'i bir kishi qoldi. Qani bo'la qolinglar. Hozir meni qo'lim sinib qoladimi nima balo? Ulardan deyarli hech kim qolmadi. Qani bo'la qolinglar, tortishga davom etinglar. Shu yerda bir narsa tushunarsiz bo'ldi. Men bilgan edim biz yutishimizni. Meni kechirasizlar. Sizlardan 13 kishi qoldi. Demak, berkinmachoq o'ynaymiz. Berkinmachoq? Jino'rson, meni yana qornim og'riyapti. Sizlardan bir kishi kimnidir topib olsa, uni o'ldirish kerak. Qolganlar esa chiqish yo'lini qidirish kerak yoki bo'lmasam 15 daqiqa kutib turing. Bilasizlarmi nima? Bishlamachakning guruhiga o'tsak-mikin? Men o'siraman deb chiqib qo'ydim, bir balo. Xo'sh, do'stlar, o'yin boshlandi. Qani bo'la qolinglar, bo'la qolinglar. Qizillardan necha kishi berkinishayotgan ekan? Berkinganlar zudlik bilan chiqish yo'lini topishlari kerak. Yo tavba, chiqish yo'li qayerda ekan ha? Ibixay, tur yo'g'on yerdan. Ha, Jino'rson mendan oldin o'ldirdi-ku. Xo'sh, bir kishi xavfsiz joyda. Shoshmanglar, uni qayerdadir ko'rganman. U o'lib ketganlar guruhidan emas edimi? Jino'rson otganimda boshqa tomonga uchib ketgan ekan-ku. Chiqish yo'li mana shu yerdami? La'nat yey. Biflamachak, sensiz bu yer zerikarli bo'lsa kerak. Hech qisi yo'q, chichkanlarimni yig'ishtirib olsam ham bo'ladi. Ha, o'yla la'nati. Berkinganlar haligacha chiqish yo'lini topisha olmayapti. Menimcha men chiqish yo'lini topdim. La'nati, chiqish yo'li mana shu bo'lsa kerak. Tushunmadim, sen qayerdasan o'zi? Men chiqish yo'lidaman. Bo'ldi, men ozodman. Jino'rson, bo'lishi mumkin emas. Hay, oppa. Mana endi seni galing, qani bu yoqqa kel la'nati. Xo'sh, do'stlar, sizlardan bor yo'g'i 2 kishi qoldi. Jino'rson, men terlab ketgandan tagimga chelak qo'ydim. Shunaqangi terlayapmanki, chelaklarim to'lib ketdi. Yo'q, tavba. Yo'q. Tushunmadim, internet o'chib qoldimi? Bo'ldi, men g'olib bo'ldim. Xo'sh, do'stlar, sizlar barchangiz keyingi o'yinga o'tasizlar. Yo'q, tavba, shunisi ham bor edimi? Sizlar 3 ta buyumdan birini olishingiz kerak. Faqatgina platformaning ustida sizlardan bir kishi qolsa, o'sha g'olib bo'ladi va $1000 qo'lga kiritadi. Qani boshladik. Oldindan aytib qo'yay, arena borgan sari kichrayib boraveradi. Yo'q, men hali urushga o'smay qolgan edim, oppa. Yo'q, la'nati yo'q. Ha, axir menda bir chelak suv bor edi. Yo'q. Ay, o'ylangizda bo'lsang. Arena borgan sari kichrayib boryapti. Sizlardan 4 kishi qoldi. Yo'q, 3 kishi, yo'q, 2 kishi qoldi. Qani ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan. G'olib aniqlandi. Tushunmadim. U yana tirik qoldimi? O'zi sizlardan 2 kishi emas, 1 kishi qolish kerak edi. Demak, sizlar finalga chiqdingiz. Mana endi sizlar parkurdan o'tishingiz kerak. Agar o'yinni davom etishni xohlasangiz, pistolet o'yinini ham o'ynaymiz. Bunaqasini kutmagan edim. Qadrli obunachilar, agar sizlar ham meni o'yinimda qatnashishni xohlasangiz, albatta Groxga va Anilan dublaj o'ziga obuna bo'lishni unutmang. Menga seni sakrashing yo'qyapti. Xo'sh, bu unchalik ham qiyin emas. Sizlardan bir kishi qolmaguncha biz shunday tarzda davom etaveramiz. Shoshilmanglar, shoshilmasdan o'ynanglar. Xo'sh, keyingi navbat. Buni men qilmadim. Tushunmadim, shunday bo'lishi mumkinmi? Menga borgan sari bu yoqib boryapti. Chalg'imaymiz, davom etamiz. Mana shunday davom etaversak, men $1000 qo'lga kiritaman. Ha, Jino'rson. Jino'rson, bunaqasini men ham kutmagan edim. Mana shuni men kutib o'tirgandim. Mana endi ko'ramiz, o'ylasammi yoki tirik qolasanmi? Allohga terlab ketdim. Bo'ldi, xavotir olma, davom etamiz. Bu yerda yozuv bormi? Sen 3 ta parkurni o'tkazib yuborishing mumkin. Qani, yanami, la'nati. Men sendan xavotir olyapman, bolam. Sen juda ham omadli ekansan. Sen ham pistolet o'yinida qatnashmoqchimisan? Yo'q, olmayman.
O, juda ham epchil ekansan. Va nihoyat sen kutgan kunlar ham keldi. Xo'sh, chalg'imaymiz, o'yinda davom etaveramiz. Bu seni oxirgi urinishing edi. Jin ursin, nima uchun menga juda ham qiyin sinovlar tushyapti? Ha, Jinorson, 2 marta tug'ilganmisan, nima balo? Bu pistoletda o'q bormi yoki yo'qmi, meni ham shubhalantirib qo'yapti. Lekin menga qiyin sinovlar tushyapti. O, bo'lanati. Va nihoyat oson yo'lak. Sen esa oson yo'lakdan yurib kelyapsan, lekin mana bu yer ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Men mana shunday bo'lishini bilgan edim. Bo'lanati. Rizvon $1000 qo'lga kiritdi. Sen obunachilarga qandaydir motivatsiya bermoqchimisan? Men ham Anyalan dublyaj o'z komandasiga qo'shilsam bo'ladimi? Bilasanmi nima? Yo'q. Agar menga obuna bo'lsangiz, mana bu qishloq aholisi sovg'a oladi.